20 bob. Bir kuni Hazreti Ayso markaziy ibodatxona hoylarida xalqqa ta'lim berib, xush xabarni yetkazayotdi. Oliy ruhoniylar, Tavrat ustozlari va oqsoqollar uning oldiga kelib, "Aytib bering, siz qilayotgan ishlarni qaysi huquqqa tayinib qilyapsiz? Sizga bu huquqni kim bergan?" deb so'radi. Hazreti Ayso ularga, "Men avval sizlardan bir savol so'ray. Aytinglar-chu, Yahyo payg'ambarga cho'mildirish huquqini Xudo berganmi yoki insonlarmi?" dedi. Ular o'zaro talishishga boshlab, "Agar Xudo bergan desak, undaqda sizlar nima uchun Yahyoga ishonmadinglar?" deydi. "Agar insonlar bergan desak, xaloyiq bizni chalma-kesak qilib o'ltirdi. Chunki ularning hammasi Yahyoning payg'ambar ekanligiga ishonadi" deyishdi. Buning bilan ular Yahyoning huquqining qayerdan kelganligini bilmaymiz deb javob berishdi. Undaqda menmi bu ishlarni qaysi huquqqa tayinib qilayotganligimni aytmayman, dedi Hazreti Ayso ularga. Hazreti Ayso so'zini davomlashtirib, ularga bu tamsilni so'zlab berdi. Bir kishi bir uzumzorlik barpo qilib, uni ijaraga berib, o'zi yiroq bir yerga ketibdi va u yerda uzun vaqt turibdi. Üzümlarni uzadigan mazgil kelganda, u qullaridan birini o'ziga tegishli ulushni elib kelishga avatibdi. Lekin ijarkashlar yilqi qulni dumbalab, quruq qo'l qaytiribdi. Xo'jayin yana bir qulni avatibdi. Ijarkashlar uni shundoq urib, haqoratlab, yana quruq qo'l qaytiribdi. 3-chi qitim xo'jayin yana boshqa bir qulni avatibdi. Ijarkashlar uni urib, yaralandirib, bog'dan haydab chiqarib etibdi. Oxirda uzumzorning xo'jayini, "Qandoq qilsam bo'la? Söyümlük o'g'limni avatsam, hech bo'lmaganda uni hurmat qila" deb o'g'lini avatibdi. Lekin ijorkashlar xo'jayinning o'g'lini ko'rib, bir-biriga, "Bu bo'lsa xo'jayinning mirosxo'ri. Uni o'ltirib yetayli. Uzumzorlik bizga o'ngchi qolsin" deyishibdi. Shuning bilan ular uni uzumzorning sirtiga so'rab ochiqib, o'ltirib yetibdi. Bundaq ahvolda uzumzorlikning xo'jayini bu ijarkashlarni qandoq qiladi? Jazman ularni o'ltirib, uzumzorlikni boshqalarga ijaraga berdi. Ko'pchilik buni anglab, "Bundaq ishlar hargiz yuz bermasin" deyishdi. Biroq Hazreti Ayso ularga ko'zlarini tikib, mundaq dedi: "Zaburda qutqizguchi haqida tomchilar tashlavatgan tosh qurilishning ul teshi bo'lib qoldi deb aniq yozilgan tsa, bu toshga yiqilgan kishi pora bo'lib ketadi. Tosh kimning ustiga tushsa, shuni hukm talqon qiladi." Tavrat ustozlari bilan oliy ruhoniylar bu tamsilning o'zlariga qaratib etilganligini tushunib yetib, Hazreti Aysoni shu chog'dala tutmoqchi bo'ldi. Lekin ular xalqdan qo'rqishdi. Shunga Hazreti Aysoni diqqat bilan ko'zitish uchun payloqchilarni avatdi. Bu payloqchilar samimiy qiyofatga kirib elib, Hazreti Aysodan savollarni so'rab, uni o'z so'zlari bilan tuzoqqa tushirib, Rimlik valiyning jazolashiga topshirmoqchi bo'lishdi. Ular Hazreti Aysoga mundaq dedi: "Ustoz, bizga ma'lumki, sizning ta'limotlaringizning hammasi haq. Shuningdek, siz yuz xotir qilmay, hamon Xudoning yo'lini sodiqlik bilan o'gitib keldingiz. Sizcha, Rim imperatori Qaysarga bosh topshirishimiz Tavrat qonunimizga xilofmi, qandoq?" Ularning hiylisini tushungan Hazreti Ayso, "Menga bir dona kumush tanga ko'rstinglar. Buning ustidagi surat va ism kimning?" dedi. "Rim imperatori Qaysarning"
deb javob berdi ular. Undaq bo'lsa, Qaysarning haqqini Qaysarga, Xudoning haqqini Xudoga topshiringlar, dedi Hazreti Ayso ularga. Ular xaloyiqning oldida Hazreti Aysoning so'zidan tutib oldigan biror putoq chiqara olmadi. Hazreti Aysoning javobiga hayron bo'lib, zuvoni tutildi. O'lganlar tirilmaydi deb qaraydigan saduqiy diniy iqimdikilardan ba'zilari Hazreti Aysoning oldiga kelib, uningdan mundaq deb so'radi. Ustoz, Musa payg'ambar Tavratda bir kishi o'lib ketib, ayoli tul qilib, farzand ko'migan bo'lsa, o'lguchining aka yoki inisi tul qolgan yangisini amriga ilib, qarinishi uchun nasl qoldirishi lozim deb yozgan. Burun 7 oqfuqqa o'tgan ekan. Cho'ngi o'ylinib, farzand ko'may olamdan o'tibdi. Keyindiki inisimu tul qolgan yangisini amriga ilib, olamdan o'tibdi. Ondan uni 3-inisi elibdi. Shunda qilib 7-chisigacha hammasi uni elib chiqibdi. Lekin hech qaysi farzand ko'may olamdan o'tibdi. Oxir u ayolmi olamdan o'tibdi. Endi so'raydig'imiz shuki, qiyomat kuni bu ayol kimning ayoli bo'lib tiriladi? Chunki 7 qarindoshning hammasi uni xotinlikqa olganda. Hazreti Ayso ularga mundaq javob berdi. Bu dunyoning odamlari xotin oladi, erga tegidi. Biroq o'lgandan keyin tirilib, erishti yashashga loyiq hisoblanganlar xotinmi olmaydi, ergimi tegmaydi. Ular farishtalarga o'xshash mangu yashaydi. Ular Xudoning farzandlari bo'lg'ashqa o'lgandan keyin tiriladi. Biroq o'lgandan keyin tirilish bormi yo'q degan savolga kelsak, tirilishning borlig'ini Musa payg'ambar o'zi isbotlab berdi. Chunki garchi ajdodlarimiz Ibrohim, Ishoq va Yoqublar Musa payg'ambarga qaraganda olli-burun olamdan o'tgan bo'lsa-mu, Tavrotdagi tikanlikning ko'yishi haqidagi bayonda Musa payg'ambar mundaq yozgan. Xudo, men Ibrohim, Ishoq va Yoqublar e'tiqod qilib kelgan Xudo bo'laman degan. Demak, Xudo o'lganlarning emas, tiriklarning Xudosidir. Xudoning nazarida ularning hammasi hayotdir. Ba'zi Tavrat ustozlari, "Ustoz, yaxshi aytdingiz" dedi. Shuningdan keyin ular Hazreti Aysodan savol so'rashga petin olmadi. Keyin Hazreti Ayso ulardan savol so'radi. Kishilar qutqizuvchi Masihni podsho Davudning avlodi deb turibsa, qandoq bo'ladi? Davud o'zi Zaburda qutqizuvchi Masih to'g'risida mundaq degan-ku: Parvardigor Xo'jayinimga aytdiki, "Men sening dushmanlaringni oyig'ing ostida dasatguncha mening o'ng yonimda o'ltirg'in." Qutqizuvchi Masih podsho Davudning avlodi bo'lsa-mu, lekin podsho Davud Masihni Xo'jayinim degan yerda Masih uningdan ulug' bo'lmamdi. Jamoat quloq silib anglayotganda Hazreti Ayso shogirdlarga mundaq dedi: Tavrat ustozlaridan paxas bo'linglar. Ular uzun to'llarni kiyishib elib, g'ojiy yurishga omroq keladi. Bozorlarda boshqalarning o'zlariga salom berib, hurmatlishini, ibodatxonalarda alohida o'rinda o'ltirishni, ziyofatlardami to'rda o'tirishni yaxshi ko'radi. Ular tul ayollardan nab elib, ularning mol mulkini yavilib, ondan attay boshqalar ko'rsin deb uzundan uzun duo qiladi. Ular jazman texmu qattiq jazoga tortiladi.